Samarqand Agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar institutida O'zbekiston qishloq xo'jaligini rivojlantirishda ilmiy tadqiqotlarning o'rni mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar hamda qishloq xo'jaligi vazirliklari hamkorligida tashkil etilgan anjumanda respublikadagi ilmiy tadqiqot institutlari, xorijlik olimlar, ishlab chiqaruvchi subyektlarning vakillari ham ishtirok etishdi. Tadbirni Samarqand Agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti rektori Shavkat Hasanov kirish so'zi bilan ochib, prezidentimiz tashabbuslari bilan mamlakatimizda ilm-fan bilan ishlab chiqarish integratsiyasini yanada mustahkamlashga qaratilgan e'tibor asnosida hayotga keng joriy etilayotgan innovatsion loyihalar, ilmiy tadqiqotlar, istiqbolli ishlanmalarning ko'lami, uning ahamiyati, istiqbollariga alohida to'xtaldi. Zotan bugungi anjumanda olim, mutaxassis, magistr, doktorantlar tomonidan qishloq xo'jaligini rivojlantirishga oid 200 ga yaqin yangi ilmiy tadqiqotlar taqdimoti o'tkazilishi ham mavzuning naqadar dolzarbligini ko'rsatmoqda. Anjuman ishtirokchilari shu'balarga bo'lingan holda 2 kun davomida yashil iqtisodiyot va barqaror qishloq xo'jaligi, dorivor o'simliklar va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashning zamonaviy texnologiyalarini yaratish, qishloq xo'jaligi ekinlari seleksiyasi, urug'chilik va ularni yaratishda zamonaviy resurs tejamkor texnologiyalar hamda boshqa muhim mavzular bo'yicha ilmiy maqola munozaralarda ishtirok etdilar. Loyihalarimiz doirasida bajarilgan ishlar mana kartoshka urug'chiligini gapirib o'tdik yoki qishloq hududlarini rivojlantirish yoki Yaponiya bilan hamkorlikda xurmoni innovatsion usulda quritish yoki bir qancha loyihalarimiz bor. Masalan, qishloq xo'jaligini biologik himoya qilish yoki qishloq xo'jaligida resurs tejamkor texnologiyalarni, qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalar, mana dronlar yordamida o'simliklarni himoya qilish yoki monitoring qilish kabi bir qancha dolzarb mavzularda yoki ayniqsa mana sug'orish tizimlarini yangilash yoki suvdan unumli foydalanish, yangi sug'orish texnologiyalarini joriy qilish, mana cho'llanib borilayotgan hududlarida yashil belbog'lar hosil qilish kabi bir necha dolzarb mavzularda mana tadqiqotlar olib borilgan. Mana shu tadqiqotlar natijasini hammasini mana bugungi ishlab chiqaruvchilarga, mana ilm hamjamiyatiga mana shuni keng yoritib boryapmiz. Anjumanda Janubiy Koreyaning nufuzli oliygohlari professorlari Kwant Zo Shin va Jin Shol Jongning qishloq xo'jaligini rivojlantirishda ilmiy tadqiqotlarning o'rni, bu borada kartoshka yetishtirishning zamonaviy usullar, ilg'or tajribalarni qo'llash to'g'risidagi ilmiy chiqishlari ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Dunyo miqyosida nondan keyin ikkinchi muhim oziq-ovqat mahsulotlarini hisoblangan kartoshkani saqlash, uni qayta ishlash eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekiston Koreya kartoshka urug'chiligi markazida ilm-fan bilan ishlab chiqarish integratsiyasi doirasida bu muammo ustida bir qator loyihalar tatbiq etilmoqda. Uni ishlab chiqarishga keng qo'llash, mahsulotni sifatli holda saqlash, iste'molchilarga yil davomida ekologik toza holda yetkazish imkonini beradi. Anjuman doirasida ishtirokchilar ilmiy tadqiqot laboratoriyasida olib borilayotgan ishlarni ko'zdan kechirdilar. Tadbirda bakalavriat yo'nalishida ta'lim olayotgan yoshlar, magistrantlarning startap loyihalari taqdimoti ham bo'lib o'tdi. To'planganlar qishloq xo'jaligini rivojlantirishga oid innovatsion ishlanmalar bilan tanishdilar. Uning foydali jihatlari, istiqbollari haqida taklif, mulohazalar bildirilib, ishlab chiqaruvchilarga yetkazildi. Xullas, anjumanda qishloq xo'jaligini yanada yuksaltirish, mahsulot tayyorlash hajmini oshirishda ilm-fan yutuqlari, ilmiy tadqiqotlar ko'lamini yanada kengaytirish bo'yicha tegishli vazifalar belgilandi.